أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazl iltifati inayet ile biz yukarı dersimizin davamlaştırıp bugünkü şu okumak çoğun dersimizin üstüde meşede toktap kalan el-adilletu ala sıfatil ilmi diyeydin. Bir şey gibi toktanmış şu kariyerimizin devam etmemiz inşallah. Müsennebdeydi ki el-adilletu ala sıfatil ilmi. İlim diyen sıfat koyan deliller değil. Evvelen el-delilul akliyyü. Hem de bu ilim degan sifatninki Alloh subhanahu va taolo uchun sabit ekanligiga oid dalil aqli qaysilar deydi buni. Avvalan ad-dalilul aqliyu. الله تعالى هو الذي أبدأ هذا الكون وأقامه على سنن ونظم لا تختل ولا تضطرب وهو الذي يمسك السماوات والأرض وجميع النجوم والكواكب حتى لا يصدم بعضها بعضا أو يختل بعضها عن مداره المقدر له وهو الذي ييسر كل ذرة ويرعى كل نسمة ويدبر أمر خلقه ويصرف كل شأن بحكمته ويستحيل أن يحصل ذلك كله من الله إلا بعلم مطلق شامل. Endi bu ilm degan sifatniki Alloh subhanahu va taolo uchun sabit ekanlik bo'lgan aqliy dalil nima? Aqliy dalil. Birinchi, Alloh subhanahu va taolo bo'lsa mushu koinotni paydo qildi va bu koinot uchun shundoq bir qonun va hech qanday qilmaydigan, uni buzuqchilik paydo qilmaydigan bir nizom sistem ustida turg'izdi. Va ikkilinib qolmaydigan mushundoq qonun va sistem ustida turg'izdi. Va Alloh subhanahu va taolo osmon va zaminlarni va planetlarni, yulduz va kavakiblarni iborat planetlarniki hammani nima qildi? Va Alloh subhanahu va taolo o'z qudrat ilohiy bilan tutib turdi. Hatto ularning ba'zilan to'qinish qilib qolmagani uchun deydi. Yoki ularning ba'zisi va Alloh subhanahu va taolo uning uchunchu o'lchab muayyan bakti bergan nimadan o'qididan, o'birdidan uning kelqi ba'zisi nuqib ketmagay xalallik yetib qolmagani uchun Alloh subhanahu va taolo osmon, zamin va planetlardan iborat bo'lgan hammani Alloh o'zining qudrat ilohiylari tutib turdi deydi. Bu Allah subhanahu teala olsa da bir zat ki manguzdu her kandak bir zerrinin manguzdu. En küçük bir nersi mi Allah özü herkes kısalı manguzdu. Ve her kandak neseme. Bunun için özü neseme mesela callık demek için bunu. Bunun için özü raya kılıdı. Ve özün mahlukatlarının işince özü tedbir kılıdı. Va har şeyni o'z hikmat bilan boshqurdi deydi. Unda xo'g'ach mushunga sistemlik bu shu harakat mushu qoida tuzum ichidagi nima mushu ministrish masalan mushu tadbir mushu harakat silish mushu nima yuqoridagi o'xshash bir-birisi bilan to'qnashib qolmaslik bir-birisidan ushib qolmaslikdan iborat mush narsaning hammasining Alloh subhanahu taolodan tasadduqiylik bilan chiqib qilishi u mahol bo'ladi. Mahol bo'ladi. Mush narsaning hammasi Alloh subhanahu taolodan aslish mahol. Lekin mahol emas qachon mutlaq hammani o'z qo'yniga olgan shamil ilm bilan bo'lganda anonikin bu tutib tura oladi.
va onun uchun bir-birisiga ushtirib qo'ymaydi va uning uchun hech qanday bir buzuqchilik bo'lishgacha fursat bermaydi va uningdan keyin har narsani o'z obert ichida, o'z o'qi ichida, o'ziniki belgilab bergan muayyan muqaddar doirasicha harakatga sola oladi. Qachon qanday bo'lsa, o'sha mutlaq ham o'z qilgan ilm bilan bo'lsa. Ammo buning sizcha bu ishlar mavjud bo'lmaydi. Buning siz bu ishlarni hammasi ma'lum qilib qiladi deydi. Ham uning aqliy dalili. Uning aqliy dalili, daliluhal aqliyyu Allahu fa'ala fi'lan mutqinan muhkaman bil qasd vel ihtiyari. وكل من كان وكل من كان كذلك يجب له العلم فالله يجب له العلم أما onun yana akli delili qaysi deganda Alloh subhanahu wa taolo bir qiliqni puxta muhkam bir qiliqni qildi qandimi o'zi haqiqiy maqsadli qildi uni o'z ixtiyori bilan boshqa taraflardan zo'rlik bo'lmasdan haqiqiy shuni qilish iroda bilan maqsad bilan qildi va har qanday bir kuchga oshiqish bo'lgan bo'lsa u kuch uchun ilmning bo'lishi vojib bo'ladi. Ilmsiz buni bunday qilib bo'lolmaydi. Demak, Alloh taolo uchundir ilmning subuti vojib bo'ladi deydi. Fain qila inna hadha ad-dalil innama yufiduhu ilmahu bil jaizati faqat. فما الدليل على علمه بالواجبات والمستحيلات eğer şunda bir soruqçı sorup qilib qolsa ya bir shundoq degichi deb qolsa cho'qim bu dalil Alloh subhanahu taoloninki joizatga aloqador mumkinatga aloqador durust bo'ladigan bo'lishim durust bo'lgan bo'lmasligim durust bo'lgan uning shu joizat deganlikning o'zini mumkinatga oğan ilmini payda verdi o bu. Bu delil çokum payda verdi muş delil o Allah Teala'nın nimine bilişini caizat kılıkla muşunla fakat muşun payda verirken o nimedur delil Allah Teala'nın ki bilimi koyan vacibatlağa ve mustahilatlağa mı Allah Teala'nın ki bu nasıl biliş koyan delil nime biz cevap verildi tevendik dekteydi. Kandak ucibe بأن دليل ذلك دليل عدم افتقاره للمخصص لأنه لو لم يعلم بالواجبات والمستحيلات لكان محتاجا لمن يكمله فيلزم أن يكون حادثا فيفتقر للمخصص وقد تقدم دليل عدم افتقاره للمخصص. Bunun şunda cevap verildi değil mi? Değilse bu Allah subhanahu teala'nın ilmi fakat caizat kıla alakadar mı? Fakat bu caizat olgan, yani onun buluşu ve bulmaslığı mümkün bolgan, mümkünat kıla alakadar. Allah'ın ilmi fakat likilan caizat olgan nesini bilemdi o, onu degen deyilip kıp kalsa, bu vacibatla olan, mustahilatla olan, onundan alakası yok, caizatla olgan ilmini paylaşamdı o. Değilse, bunu şundak cevap verildi ki, hakikaten, aşının delili, bir anne delili, zalike delilu adem iftikarihi lil muhassisi. Şununla cevap verildi ki, Ağaçның delili bu Allah subhanahu teala'nın bir muhassisqa. Onun bir mesela fakatlik Allah'la bir Allah subhanahu teala caizatını bildi o. Başka Allah subhanahu teala'nın ki ilmi vacibat ve mustahilatqa bulmaydı sabit emas degenge muhtaç bulmaganlıkның özü ağaçның delilidir deydi. Şunun delili Allah subhanahu teala'nın bir nimege
muhassisqa muhtoj bo'lmaganligi ashun dalildir. Bo'lmaganlikning dalili shu Alloh subhanahu va taoloning ilminingki vojib va joiz mustahilat qilmo Alloh subhanahu va taolo olim. Bunimi biladi deganning dalilidir deydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo agar billah vojibat va mustahilat bo'lgan narsani bilmay qilib qolsa, Alloh subhanahu va taolo uning bir to'ldiruvchi, uning biroz taxsis olaydaroq bir ko'ngil bilguchi, muhassisga muhtoj bo'lgan bo'ladi. Bu vaqtda billah Alloh subhanahu va taolo nim bo'lgan bo'ladi, hodis bo'lgan bo'ladi. Ondaqda bir muhassisqa, uni o'ng chiquvchi, boshqa charoq ko'ngil bilguchi başka ondan keyin bir mükemmelleştirücü, şu muhassis ve mükemmelga muhtaç bo'lib qolib qoladi. Va haqiqatan ilgari oldi Allah subhanahu wa ta'ala'nın çoğu muhassisqa muhtaç bo'lmaganligining dalili yuqorida o'tdi deydi. Saniyen ad-dalilun naqliyyu. Ama Allah subhanahu wa ta'ala'nın çoğu bu ilim degan sifatninki sabit ekanligining naqli delili. Ayet ve hadis-i şeriften bo'lgan delili. Nima bo'lsa Alloh subhanahu wa taoloning so'ziki وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Allah subhanahu wa taoloning ilmidan bo'lgan bir narsani o mahlukatlar hech qanday qilmaydi, qo'risholmaydi. Lekin Allah şunu fakat korşuşunu xalqan nəsini özünü korşalaydı. Xalqan nəsini azgına miqdarda, azgına bir biz bildi, Allah bildirişini xalqan peygamberlerden ibaret. Bundaq bir kişiler bilsi bilaleydi. Bulmasa inin gayri Allah subhanahu wa ta'ala'nın ilmiden hiçbir şeyini mi korşamaydı değil. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. Lekin Allah guvalık verdi. Sizge Muhammed Aleyhisselatü Vesselam düşürgen Kur'an-ı Kerim guvalık verdi. Allah subhanahu wa ta'ala o Kur'an-ı Kerim'de öz ilmi ölen düşerdi dep. Yani özünün kelimini enzelahu bi ilmi dep ilmini ispat kıldı. Ta'lamu ennema unzile bi ilmillah. Bilip koyunlar ki hakikaten o Kur'an-ı Kerim düşürüldü. Allah'ın ilim bilen düşürüldü. Degендek bana. Şundu mu? İlimnin ki Allah subhanahu teala için sabit ikenliki neslen sabit deydi Kur'an-ı Kerim'de de. Kur'an-ı Kerim'de. Hoş. Hem de sıfatul hayatı. Sıfatul hayat. قال الناظم رحمه الله. قال الناظم رحمه الله. صفة الحياة نيرة. حياة ديان صفة. قال الناظم رحمه الله حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بزئتان السمع. Nazım deydi ki o Allah subhanahu ta'ala'nın mesela sıfatının birisi şu hayat deydi. Yani şunun koşuş kalam mı Allah Teala'nın Allah subhanahu ta'ala'nın sıfatı. Sema bu mu şu şunda anandaki basar neydi bu mu hemis Allah subhanahu ta'ala'nın ki sıfatları deymişler. Bu şunlar geldi bizge hatta sema mu şu sıfatlarının katarını geldi deydi. El hayatu lugatan ziddul mevti. Hayat degen tilda, lugatta ölümün karşısı. Vastilahan sıfatun vücudiyetun ezeliyetun kaimetun bizatihi ta'ala. Tusahhihu ihtisab Allah Teala bil ilmi vel kudreti vel iradeti. وقد عرف الشيخ السنوسي الحياة
بتعريب يشمل الحياة القديمة والحادثة، حيث قال: هي صفة تصحح لمن قامت به الإدراك، أي تصحح لمن قامت به، ولا يضره الجمع بين حقيقتين مختلفتين بالقدم والحدوث، لأنه تعريف بالرسم لا تعريف بالحد. Endi bu ilmi kalam ulamolarının arasındaki ıslah, şularning qarshidagi ıslah örfi ma'nosi qaysi? Bu hayah desa, hayah degan bu bir sifat ki vücudi hem azali sifat ki Allah subhanahu wa ta'ala'nın zat bilan to'g'ri, zat bilan qoyim bo'lgan bir sifat hayat degan. Durust qiladi mush hayat degan sifat Alloh taolaning shu sifatlanishini ilm va qudrat va iroda bilan sifatlanishini durust qiladi. Alloh subhanahu va taolo hay bo'lgandan keyin, hay bo'lgan narsa bu alim bo'ladi ekan, qadir bo'ladi ekan, murid bo'ladi ekan deganni uqtirdi. Bir narsa hay bo'lmasa nim bo'lolmaydi. Bu sifatlar bilan bilguchi, qudrat kuchi yetguchi, iroda maqsad qiluvchi deyilolmaydi. Avvalanda hay bo'lish kerak. Demak, u durust qiladi. O'sha hay degan sifat Alloh subhanahu taoloning shu sifatlanishini durust qiladi. Ilm, qudrat, irodalar. Shayx Sunusi bu hayotni shunday tarif etdi. Konuşturdiki nima deyapti desa, hayotul qadim va hayotul hadisning hammani o'z qo'yniga olgan ta'rif bilan ta'rif qilib tunishtirdi. Dedi nima deb, u hayot degan, al hayot degan o bir sifatki, durust qilib sifat. Endi mana idrok bilan qoyim bo'lgan kishining hammasini, idrok bilan qoyim bo'lgan zot kushning har qanday durust qiladi. Mayli u qidam bo'lsin, mayli hudus bo'lsin degandek idroklik bilan uning bilan tura olsa, tutsa, shu kishining ham shu zamon durust qilgan bir sifat deb sal bu kishi atrofini keng doiraroq sifatli ta'rifladi buni hayotni. Ya'ni durust qiladi hayot degan sifat bir kishi chunki turadi. Nima durust qildi? Hayot degan sifat bir kishiniki qoyim turadi, idrok u kishidan durust bo'lgan, qoyim bo'lgan kishini durust qiladi. Ya'ni demakchi, bu hayot degan sifat shu idrok bor, idrok quvvati bor kishining hammani nima qiladi? Idrok bilan sifatlanishini durust qiladi. Qayerdaki masalan qanday bir narsaga, qanday bir kuchga uningda idrok bor desa, bunga hay ekan degan nuqtirdi demakchi. Zarar qilmaydi u ta'rifga. Bu o'xshashmagan bir-birisiga zid-mizid qidam va huduslar o'xshashmagan bu ikki haqiqatni orasini jamlash zarar qilmaydi. Çünkü liannehu ta'rifun bir resmi la ta'rifun bil hadd. Çünkü bu Sunusi'ninki bu tarifi nima desa, ya sıfatun tusahhihu limen qamat bil idraku degan bu sifati bu tarifi tarif bir rasm deydi. La ta'rifun bil hadd. Bu rasmla bo'lgan tarif emas, bu had bilan bo'lgan tarif emas deydi. Yuqorida mantiqda bir qator deyilib o'tgan. Mesela bir tarifni, bir muarrabni ta'riflash uchun onu bir muarribdan lazım. O muarrib nima bo'lishi kerak? Masalan, yo jins qarib yo'llar bo'lishi kerak. Uni hadi tam deb atiladi. Jins qarib bilan pasli qarib bilan bo'lsa, undan ta'rif qilindi. O vaqtda masalan hadi naqs bo'ladi, rasmi tam bilan bo'ladi, rasmi naqs bilan bo'ladi deb bu tunishtirishning ta'rifining nimasini shaklicha, darajasicha 4 xil qilgan. Masalan, rasm naqs, rasm tamlab qolib qolsa, o nim bo'lgan bo'ladi deganda
Masalan, rasm naqs bo'ladi degandek. Rasmdan bo'ladi. Agar nima bilan bo'lib qolsa u ta'rif, masalan, jins bait va fasl bait bo'lib qolib qolsa rasm naqs bo'ladi deb uni bir qator yuqorida mantiqiyulloh sharh o'tgan. Bu ta'rif bil had va ta'rif bil rasm deganligimiz, ta'rif bil had degan zodi uning butun atrof qo'rshalgan va uning ichidagi narsani chiqib ketishi aslo mumkin emas. Sirtdagi narsaning ichiga kirib qolib qolishi u ham aslo mumkin emas. Ya'ni muarrabning ichigacha uningki munosib bo'lgan afrodning birsi u muarrabning ichigacha kirmaydi. Chunki shu muarrib ta'rif uni qo'rshiladi. Qachon ta'rif bil hadlan bo'lsa, had degan bir chegara, posil, mana bilan ta'rif qilingan bo'lsa. Eğer tarif bir resimle bozsa, ma'lum boş o'rin qilib qolgan bo'ladi. Demak, bu Sunusininki bu hayotni sifatun tusahhihu liman qamat bil idraku degan bu xil tarifi tarif bir rasm, tarif bil had emas. Shuning uchun bu yerda bu o'xshashmagan qidam va hudusdan iborat o'xshashmagan ichki haqiqatning orsijo buning jami kelib qilishi zarar qilmaydi. Bu tarif bir rasm bo'lishqa. وعرف بعضهم كل منهما بتعريف يخصه فعرف الحياة القديمة بقوله صفة أزلية تقتضي صحة العلم، أي تقتضي صحة الاتصاف به، وكما تقتضي صحة الاتصاف بالعلم تقتضي صحة الاتصاف بغيره من الصفات الواجبة. وذكر لفظ الصحة لأن الحياة لا تستلزم العلم بالفعل، لأن العلم واجب في حقه تعالى للدليل السابق، وأما في حقنا فقد ينتفي العلم مع وجود الحياة كما في المجنون، فإنه حي مع انتفاء العلم عنه. Ularninki ba'zi shunday ta'rif qildi bu hayni, hayotni. Va tunishtirdi ularning ba'zisi u nima bilan hayot al-qadim va hayot al-hodisadan iborat bu har birini shunday tunishtirdi deydi. O'ngchi bir ta'rif bilan. Masalan, hayot al-qadimni tunutdi. O'zing sizlarga qaysi so'zlan hayotul qadim yana sifatun adoliyya, sifatun azaliyya. Qadima masalan azaliy bir sifatga talab qiladi bu azaliy sifat ilm bilan ilm bilan shu sifatlanishning sihhatini talab qiladi degan to'q yuqorida. Bu hayotul qadim degan sifat bu bir sifatga azaliy talab qiladi. Mush hayot degan sifat shu ilm bilan ilmning sihhatini deganlik yana ilm bilan sifatlanishning durust ekanligini talab qiladi deydi. Ya'ni talab qiladi u ilm bilan shu sifatlanishning sihhat sog'lom ekanligini talab qiladi. Qanday bir narsa alim bo'lgan bo'lsa, bunida hayba, haygu demak deydi. Agar hay bo'lmasa ilm bilan alim deyilmaydi. Va qanday talab qiladi yana hay degan sifat ilm bilan sifatlanishning durust ekanligini talab qilgandek talab qiluvchi al haya degan sifat u ilmning g'ayrilan boshqa vojib kerak bo'lgan zo'r bo'lgan sifatlardan iborat. U ilmning g'ayrilan bo'lgan nurg'un sifatlarni sifatlanishning durust ekanligini talab qiladi deydi. Qanday talab qiladi u haya degan sifat ilm bilan sifatlanishning durust bo'lganligini talab qilgandek talab qiladi. Mash hayot degan sifat u ilmning g'ayrilancho sifatlanishini durust ekanligini talab qiladi. Boshqa va boshqa keraklik vojib zo'r bo'lgan sifatlardan iborat nurg'un sifatlar va masalan shuning sifatlanishini durustligini talab qiladi hayot deydi. U bo'lmasa uni sifatli bo'lmaydi. وتلغالد بعض وذكر بايلة أشو وعرف بعضهم كم بعض وذكر قلت بعض
Sıhhat degan labzini. Nimdep mesela sıfatun ezeliyetun taktadi sıhhatel ilmi degan sıhhat degan kelime tilga aldı deydi. Çünkü hayat deganni qanday qilmaydi o hayat bir ilimni bil fi'l naq qayerliklam hayat bo'lsa shu yerda ilim naq boludu degani lazım tutmaydi. Hayatlı bu gayede ilimlerimiz bulmaydı bil fi'l bulmaydı da. Şuna aşu nimbugayada hayatlan süpetlengen neyse o başka ilim bilen süpetleniş durus bulgayada. Durus bolsa da sıhhat degan kelim tilgalı. Çünkü ilim degan Allah subhanahu wa ta'ala'nın hakkıda yukarı delilinin cahtinden bu vacip. Ama biz hakkımız kelsek çoğu bazı bizim hayatımız biz yaşavatkan bilen bizim hayatının vücudu bilen ilim yok kılıp kalıyordu. Kandaki Mecnun da. Mecnun'da mesela hayat mevcut. O yaşaydı ana. Ama onun aklı olmaydı. İlim bulmayı kılıp kalıyordu. Çokum o Mecnun mesela hayyun. Tirek. Ama o Mecnun'dan ilim yok oluşuyla. Binesini bilemeye kaldı. Allah onlara şifalı kata kılsın. Şu katadaki kardeşlerine. Şuna bir yerde nime sihat degen lafzın tilgaldı bir yerde deydi. Hayat degen mesela o ilimnin çoğu bil fi'l. Nak hayal olsa şu yada hayat bu yada ilimnin şu yadan özü nak buluşunu lazım tutmaydı o. Mesela Allah Teala'nın hakkı da bu ilim vacip. O hayatlı boğan diken o ilim bilen muttas buluş, o muttas buludu. Ama bu bizde hakkımız için bu ilim yokup gidiyor. Hayat bulsak mı, yaşavatkan bulsak mı, yok oludu deydi. Kandaki mecnun olgandek deydi. وعرف الحياة الحادثة بقوله هي كيفية يلزمها قبول الحس والحركة الإرادية أي عرض يلزمه قبول الإحساس وقبول الحركة الإرادية بخلاف الحركة الإضطرارية كحركة الحجر بحركة محركه وحياة الله لذاته ليست بروح وحياتنا ليست لذاتنا بل بسبب روح نفخها الله عز وجل فينا. Hem de şu bazına bu hayatıl hadisini şunda tunuttu deydi. Yüzünki tevanki sözler ne mi der? O hayat degen nimese o hayatıl kadim degen o hayatıl kadime o bir keyfiyet. Lazım kildo muş hayatıl kadime ga his ve demininki hisnin kabul lazım kildo. Hisnin onunki his duygusu var. His kılıdo degen gep o gep lazım kildo. Ve hareketil iradiye ve öz iradisilen öz hürriyeti öz erkilligininki erkillik yarışa hareket var bu. Hareket kılıp durduğun mındak bir koç diyenine uşun lazım tuttu. Yani bu bir arad. Bu hayatı kadimken bir arad doğan bulup lazım geldi. Bu aradı geçiyor. İhsasını kıbuluş lazım geldi. Ve hareket idari iradi yani. Bunu kabul kılıngan bir arad. Yani hareketil izdirariyenin hilaf bilen. Bu zorlukla başka taşkı bir çünkü onunki Türk astıda. Onun zorluşu, mecburluş astıda kalan hareket demez. Öz ihtiyarı, öz iradesiyle boğan hareket demekçi bu nime el hayatul kadime muşunda hareket bu. Hareket iradiye değil. Kandak ki mesela taşın ki hareket kılın koşaş o taşını hareketlendiği gücünün hareketler. Bunun da çoğu, bunun hareketul ızdrariye, taşın hareketi. Bunun da fakat bir hareketlendirici bir güç, onu bir yerden ayağı ipto. Nasıl o taşını? Ya bir yerden itipto. Ya bir yerden bir yer tuştu. Manda kovalıkta, bu hareket geliyordu.
Taşın hareketi buna okşaş. Bunun hareketi çok hareket ızdırariye. Eğer kop kayısı duruyor bir yerde. Ama bu hayatı kadime degan bu sıfat olsa bununla müşnakçı hareket adiye, ihtiyariye nimini ço muşun lazım tutulgan bir keyfiyet dolaylı. Hareket ızdırari yani bu lazım tutmaydı o değil. Allah subhanahu ta'ala'nın hayatı öz zatını cahdedir. O nimemez, ruhlenemez. Bizden hayatımız olsa öz zatımızdan cahdenemez. Belki Allah bizim vücudumuzga bir ruhnu püyligellik sebep bilen deydi. Ruh ata kıldık sebep bilen deydi. Hoş, el-edilletu ala sıfatil hayati. الأدلة على صفة الحياة دليلها العقلي الله يتصف بالقدرة والإرادة والعلم وكل من كان كذلك تجب له الحياة فالله تجب له الحياة أم bu hayat degan sıfat bo'lgan dalil. Onunki aqli dil nima desa, hayat degan sıfatdan Allah subhanahu taolo uchun subut vacib ekanligi bo'lgan aqli dalil. Allah sıfatlanır bu. Allah subhanahu wa ta'ala kudretle sıfatlanır. İradet ve ilim bilen sıfatlanır. Her kandak kuş ki aşınsız kudret, irade, ilim bilen sıfatlanış vacip olan bolsa, her kandak kuş ayna kudret, irade, ilim bilen sıfatlanılan bolsa vacip olur da aşı kuş için hayat vacip olur da. Demek Allah Teala için hayat degen bu sıfatla subutu vacip olur o değil. ويمكن أن نقول لو لم يكن حيا لكان ميتا ولو كان ميتا ما اتصف بالقدرة والإرادة والعلم وقد ثبت اتصافه بها فهو حي وإن ممكن بلده شو دبقاغا deyişimiz mümkün. Eğer Allah subhanahu wa ta'ala vel eyaz billah hay bulmasa, tirik bulmasa hay bo'lmasa albatta mayit bo'lib qoldi. Mayit bo'lganda qudrat, iroda, ilm bilan sifatlanish mumkin emas, sifatlanmaydi. Va haqiqatan Alloh subhanahu va taolo shu sifatlar bilan sifatlanganligi sobit bo'lgan. Daholan ekan Alloh subhanahu va taolo haydor deydi. Onun yana o hayat degan sifatninki Qur'on va hadis sharifda bo'lgan dalili, naqli dalili qaysi desa Alloh subhanahu va taolo Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum deb. Wa anat wujuhu lil hayyil qayyum. degan o'xshash mayli cho hay deb sifatida o'zi. Wa sifatul hayati la tata'allaqu bi shay'in asla. وذلك لأنها لا تستلزم أمرا زائدا على القيام بمحلها والصفة التي تتعلق تستلزم أمرا زائدا على القيام بمحلها ألا ترى أن العلم بعد قيامه بمحله يطلب أمرا يعلم به وكذا القدرة والإرادة ونحوهما Am hayat degan sifat kelsak, bu asla boshqa nima uchun bu ma'lumga hayat degan gap nimaga sifat emas, hayat degan sifat aloqador bo'lmaydi bir narsaga aslo. Hayat degan masalan ilm ma'lumga taalluq qiladi, ma'lumotga. Sami' degan masmuatga taalluq qiladi. Basircho mabsuratga, mushahadatga taalluq qiladi. Masalan, degandek. Hem bu yerde hayat diye musbat hiç buna minesi talih bulmaydı. Aşina oluş çünkü bu hayat diyen lazım tutmaydı. Hayat diyen Allah subhanahu wa ta'ala sıfatı lazım tutmaydı o. Nimine ise bir nimge bir kıyam buluşçu lazım bir işini ki zayit olan. Aş kıyam buluşka. Aş zaten resmi şu sıfatınki bir nimde bir mahallede o'rnilib vujud chiqish uchun bir amr zoidni lozim tutmaydi.
Mesela ondan başka sıfatlar olsa mesela semi desek o semi üçüncü mesmu bu mesmuğa mesmuatlağa onunla kandak oladı onu lazım. O şu mesmu degan mahallen ga qaym bo'ladi. Basir desak mabsurat masalan degandek boshqa sifatlarning xilofi bilan. Ammo hayot degan bu sifatchu hech qanday bir narsaga bir mahalgachu u taalluq bo'lmaydi deydi. Masalan sifatga aloqador lozim bu sifat bir nimaga bir amr zoidni o'zini ortiqcha shu sifatninki bir o'ttirib chiqish uchun bir qad ko'tarib turish uchun turish uchun bir amr zoid lozim tutadi bir o'ziniki bir mahallada haqiqatan o'z o'rnida o'rnalish uchun o'rnalib turishga bir amr zoidniki o'zining mafhumidan ortiqcha bir mafhumni lozim tutadi deyli degandek masalan samiyan sak surat bunu lazım tutadı. Muşu mahalda tuğalıgını uqturduğan bir emir zayetini lazım tutadı. Samiyan sak mesmuat lazım tutadı. Ama ma hayat degan sıfat onda hiç qanday narsa lazım tutmaydı deydi. Diqqatga ko'rmamsan, haqiqatan ilm degan o ilm o'z o'rnida qoyim bo'lgandan keyin qanday qiladi talab qiladi ilm bir ishniki inonan bilingan bir narsani lazım tutadi. Bilindiğin bir narsani lazım tutadi. İlim deganligimiz ha bu bir narsani bilgandan keyin ilm bo'ladi. Ilm degan gap o'zing bir narsani bilib bo'lgandan keyin ana shu ma'lumot bo'lgandan keyin bo'ladi. Qudrat desakchu maqdurat bo'lgandan keyin u nima bo'ladi? Shu bo'lgan qarab qudrat bo'ladi. Irodami shundoq. Bu hammasi bir mahallini lazım tutadi o deydi. İşte qiyam bo'lishga bir mahallini lazım tutadi deydi. İrade shundoq va bu ikkisining o'xshashligi shundoq. Samiya, basir, u degandek masalan boshqa sifatlardan iborat. Xo'sh, bunga o'sha so'zni hozir qilasizmiz inshaalloh. Va oxiru davona alhamdulillahi robbil alamin.